Agarda siz 2026-yil boshida ushbu sohani o'rganmasangiz, moliyaviy erkinlikka tezroq va osonroq chiqa olmasligingiz ehtimoli juda katta. Qanaqa qilib noldan zamonaviy kasblarni o'rganib, oyiga $1000 daromadga chiqsa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, zamonaviy kasblar va sun'iy intellekt yordamida daromadga chiqishingiz uchun 3 qadamli strategiyani o'rgataman. Boshqa AI ekspertlar bu ma'lumotlarni sizga pulga berishadi. Ya'ni men video davomida sizga qiymati $100 bo'lgan ma'lumotlarni bepulga beraman. Eslatib o'taman, bu video 3 kundan keyin o'chib ketish ehtimoli juda ham katta. Hozir ko'rmasangiz, sizda boshqa bu ma'lumotlarni olish imkoni katta ehtimol bilan bo'lmaydi. Agarda siz ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifangizni yuritib, daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, o'qiysiz yoki ishlaysiz, kuniga oz vaqt sarflab qo'shimcha pul topishni o'ylab yuribsiz. Onlayn savdo yoki biznesingizni avtomatlashtirish orqali 3 baravar savdoni oshirmoqchisiz. Kontent yozish, marketing strategiyalar, varonkalar tuzishda qiynalyapsiz. Rasm, videolar generatsiya qilishda to'g'ri prompt berishga qiynalyapsiz. Agar yuqorida sanab o'tgan muammolarim sizga tanish bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, chunki o'zim sun'iy intellekt yordamida hozirgi kungacha oyiga $3-4 dan oshiq daromad qilib kelaman va sizga ham ushbu daromad qilish yo'llarini o'rgatmoqchiman. Bu Abduqodir Husanov, bu bo'lsa ularning adalari Hikmat Hoshimov. Hikmat aka meni trenerim bo'lganlar. Ya'ni men 12 yil davomida futbol bilan shug'ullanib kelganman. Faoliyatimni Paxtakor akademiyasida boshlaganman. Undan keyin Chig'atoyga o'tganman, keyinchalik Bunyodkorga. Bunyodkor bilan birga O'zbekiston birinchilik kubogida g'olib bo'lganmiz, Pro Ligaga o'tish o'yinida bo'lsa, afsuski mag'lubiyatga uchraganmiz. Futboldan menga 18 ta medal bilan yorqin xotiralar qolgan xolos. Lekin menda imkon bo'lganda shu futbolga ketkazgan 12 yil umrimni AI sohasini o'rganishga ketkazgan bo'lardim. Chunki bu soha orqali yaxshigina daromad qila olasiz. Bizneslarga, odamlarga yordam bera olasiz. Jamiyatga katta foydasi tegadi. 13-14 yoshimda futbol o'ynardim va parallel ravishda men o'zimga Telegram botimni yasaganman. Bu Telegram bot kanallarga obunachi yig'ishga yordam berardi va kanalga har bitta o'tkazilgan obunachi uchun men haq olardim. 13-14 yoshimdan ushbu sohaga kirib kelganman desam adashmayman. Shunda birinchi o'zimni G2 telefonimni $100 evaziga sotib oldim. Keyinchalik har xil logotiplar, giveawaylarga bannerlar yasab berdim. Umuman dizayn bilan shug'ullandim. Shundan keyin o'zimga birinchi iPhone 11 Pro Max telefonimni va noutbukimni xarid qildim. Noutbukim orqali logotiplarimni yana ham professionallashtirdim. Har bitta logotipga $100-150 olishni boshladim. 2023-yil oxirida o'zimga birinchi SM loyihamni oldim. SM loyihadan olgan $600 pulimga bo'lsa, o'zimni 11 Pro Max telefonimni 14 Pro Max ga o'zgartirdim. Undan keyin o'zimni blogimga ishlashni boshladim. Instagramda birinchilardan bo'lib AI sohasida gapirib chiqqan ekspertlardan bo'ldim. 40 mingdan ortiq obunachilar yig'dim. 150 dan ortiq odamlarga AI orqali rasmlar generatsiya qilish, videolar generatsiya qilishni birinchilardan bo'lib O'zbekistonda o'rgatdim. Bundan tashqari xalqaro loyihalar bilan ishlab kelyapman. Chatplace ambassadori bo'lganman. Hozirda bo'lsa Chatplace O'zbekistondagi rahbariman. AI mutaxassis sifatida ushbu ekspertlarga yordam berdim. Rustam Ashurmatov, Abror Ahmedov, Barno dietolog, Doniyor FX, Bonu Rustamovna, Vizalab, Asxon Xo'jayev, Seven Saber Parfum, Figuruz, Nonikotin. Sun'iy intellekt menga nima berdi? Birinchi navbatda ham moliyaviy, ham vaqt tomonlama erkinlik berdi. Keyin bo'lsa, oilam va qarindoshlarim oldida meni hurmatim oshdi. Undan tashqari adamga mashina sovg'a qildim. Ularni sayohatga olib chiqdim. O'zim sayohat qildim. Shu yil davomida 2025-yil davomida umumiy 4 ta sayohatga chiqib, ota-onam bilan 3 oy davomida Turkiyada yashab keldik. Turkiyada yashagan vaqtlarim ham umuman hech qaysi loyihalar qolib ketmadi. Chunki sun'iy intellekt bilan istalgan loyihani istalgan yerda o'sha burchagidan turib boshqarishingiz mumkin. Yana bir eng katta yutug'im, hech nimadan qo'rqmasdan 20 yoshimda uylandim. Ayolimni sayohatlarga olib chiqdim. Unga o'zi xohlagandek hayotni berishga harakat qilaman. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, erkak kishi uchun eng katta baxt yaqinlarni xursand qilish. Agar erkak kishida yaxshi daromad bo'lmasa, yaxshi pul bo'lmasa, oilasi oldida ham uning hurmati past bo'ladi. Bu achchiq haqiqat. Meni bitta asosiy maqsadim bor. O'zbekistondagi har bitta odam o'zi daromad qila oladigan darajaga chiqib, O'zbekistondan emas, chet eldan loyihalar olib, ularga xizmat qilib, chet eldan katta pulni O'zbekistonga olib kirishni xohlayman. Shunda bizani o'zimizning byudjetimiz ham, O'zbekiston byudjeti ham kengayadi. Undan tashqari kambag'allik kamayadi. Har bitta odam
o'zi onlayn daromad qila oladigan darajaga chiqadi. Shuning uchun ham AI orqali daromad qilishni 3 qadamli strategiyasini bepulga sizlarga hozir o'rgatmoqchiman. Diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring. O'zi sun'iy intellekt, AI o'zi nima? Hozir tushuntiraman. Sun'iy intellekt rasmiy fan sifatida 1956-yildan boshlab mavjud. Bugungi sun'iy intellekt inson fikrlashiga eng yaqin texnologiya. Misol uchun, inson miyasi tajriba orqali o'rganadi. Sun'iy intellekt bo'lsa data orqali o'rganadi. Inson miyasi xato qilib rivojlanadi, sun'iy intellekt xato orqali optimallashadi. Inson miyasi aloqalar mustahkamlanadi, sun'iy intellekt bo'lsa weight yangilanadi. Inson miyasi pattern taniydi, sun'iy intellekt ham pattern taniydi. Sun'iy intellektlar bu jihatlardan hech qachon odamdek bo'la olmaydi. His qilmaydi, ongi yo'q, niyat yo'q, ma'no bermaydi. Demak, sun'iy intellekt bu statistik ehtimol va matematik moslik. Sun'iy intellekt orqali daromadga chiqishingiz uchun 3 qadamli strategiya. Birinchi qadam: yo'nalishni aniqlab olishingiz kerak. Qaysi yo'nalishdan yurasiz? Sun'iy intellektda ham yo'nalishlar juda ham ko'p. Shuning uchun birinchi navbatda siz o'zingiz yo'nalishingizni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Tajribangiz bormi, tajribangiz yo'qmi? Shuni ham aniqlab olishingiz kerak. Va eng muhimi, ijtimoiy tarmoqlarda o'zingizni sahifangizni yuritishni boshlashingiz kerak. Shuni orqasidan siz mijozni topishingiz mumkin. Misol uchun marketologga oladigan bo'lsak, reklama matni, marketing strategiyalar, kreativ g'oya, turli varonkalar tuzish, bularning hammasini sun'iy intellekt yordamida marketologlar bir kunda tayyorlab olishi mumkin. Oldin bu narsalarga oylab vaqtlar ketardi. Yana bir misol, videograf. Video generatsiya qiladi, o'zini videolarida sun'iy intellekt yordamida kadrlar generatsiya qilib, shu o'zini hozirgi videolarga qo'shadi va boshqalardan bir qadam oldinda bo'ladi. Bu bilan u o'z xizmatini sotganda ham qimmatroq sotishi mumkin. Boshqalardan bir qadam oldinda yurish ehtimoli katta. Tajribasi yo'la nima qiladi? Umuman men tajribam yo'q, men nima qila olmayman deyotgan bo'lsangiz, oxirigacha eshiting. AI asosini o'rganadi. AI orqali rasm va video generatsiyasi, turli botlar va dasturlar yasaydi. Bizneslarni avtomatlashtirib beradi. Ijtimoiy sahifalar orqali AI xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yadi. Sun'iy intellekt orqali daromadga chiqishingiz uchun 3 qadamli strategiyani ikkinchi qadami. AI asoslarini o'rganish. AI o'zi nima? AI qachon sizga kerak bo'ladi? Qaysi ishingizni qo'lingizdan oladi va sizga qanaqa yordam bera oladi? Bularning hammasini o'rganish, sohangizga integratsiya qilish. Misol uchun, men hozir Instagramda directimga yoki Telegramda lichkamga javob berib o'tirmayman. Meni o'rnimga sun'iy intellekt javob beradi. Va yana bir eng muhimi, to'g'ri promptlar yozish malakasini oshirish. Sun'iy intellekt promptlardan tashkil topgan, ya'ni qanaqa ma'noda? Siz sun'iy intellektlarga to'g'ri prompt berishni bilmasangiz, ulardan ham yaxshi natija ola olmaysiz. Misol uchun ChatGPT ga hozir kirib, "Meni Instagramimga kontent yozib ber, million prosmotr yig'ish kerak" desangiz, u sizga million prosmotr yig'adigan kontentlarni yozib bermaydi. Lekin siz o'zini shu aniq promptlarni yozsangiz, misol uchun "Meni sahifamni tahlil qilishing kerak, men mana bunaqa natija olishim kerak, bunaqa natija olish uchun men bunaqa narsalar qilishga tayyorman. Menga mana bunaqa kontentlarni, mana bunaqa mavzularda yozib ber" deb o'sha aniq prompt bersangiz, u sizga kerakli natijani beradi. Shu million prosmotr yig'adigan Research ssenariysini yozib beradi. Sun'iy intellekt orqali daromad qilishingiz uchun 3 qadamli strategiyani 3-qadami. Sotuv ko'nikmasini shakllantirishingiz kerak. Mijozlar bilan gaplashayotganda ularga o'z xizmatingizni sotishingizni o'rganishingiz kerak. Shunda istalgan biznes egasiga siz istalgan mahsulotingizni sota olasiz. Faqatgina sotuv ko'nikmasi sizda bo'lsa bo'ldi. Mijoz bilan ishlash, ish davomida har xil konfliktlar chiqishi mumkin, har xil o'sha savollar bo'lishi mumkin. Bularga qanaqa javob berishni, qanaqa qilib shu mijoz bilan ishlashni hammasini siz bilishingiz kerak. Hamkorlik va shartnomalar tuzish. Ish boshlashdan oldin qanaqa shartnoma tuzish kerak, qanaqa hamkorliklar qilish kerak, hammasini siz bilishingiz shart. Sun'iy intellekt orqali tezroq va osonroq daromadga chiqishingiz uchun qaynoq taklif beraman. Boshqa bunaqa taklif bo'lmasligi mumkin. Men o'zimni sun'iy intellektlar bo'yicha birinchi katta kursimga qabul ochyapman va siz unga oldindan yozilish imkoniyatiga egasiz. Kursga oldindan yozilish sizga nima beradi? Eng qulay narx beradi, ya'ni boshqalar siz olgan narxda bu kursga qo'shila olmaydi. Undan tashqari har xil bonus darslarim va mini kurslarimga sizda dostуп bo'ladi. Yana bir eng qaynoq taklif, rad etib bo'lmaydigan taklifim bor. Mana AI yordamchi klubimga qo'shilish imkoniyati bo'ladi. Aslida bu klubga qo'shilish yana alohida pul turadi, lekin siz oldindan shu hozirgi kursimga yozilganingiz uchun ushbu klubga ham bemalol bepulga qo'shilib olishingiz imkoni mavjud bo'ladi.
Kursga oldindan yozilish va quyidagi bonuslarni olish uchun nima qilish kerak? Hoziroq описаниеga o'tasiz. O'sha yerda havola qoldirganman. Shu havola orqali o'tasiz va formani to'ldirasiz. O'zingiz haqingizda o'sha ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak. Vaqt va joy juda ham chegaralangan. Iltimos qilgan bo'lardim. O'sha formani to'ldirayotganingizda Telegram lichkangiz va telefon raqamingizga e'tiborli bo'ling. Chunki sotuv menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Qanaqa qilib o'sha bonuslarni olish, kursga yozilish va har xil savollaringizga javob berishadi. Undan tashqari yopiq klubimizga qanaqa qilib bepulga qo'shilish mumkinligini hammasini sotuv menejerlarimiz sizga o'rgatishadi. Shuning uchun iltimos qilgan bo'lardim. Telefon raqamingizni to'g'ri kiriting, Telegramingizni to'g'ri kiriting va telefon qilinganda uni olib, shu ko'tarib javob bering. Bunaqa imkoniyat boshqa bo'lmaydi. Hoziroq описаниеga o'ting va formani to'ldiring. Xudo xolasa siz bilan O'zbekistonda eng katta AI ekspertlar bo'lamiz. Xudo xolasa siz bilan eng sifatli AI kontent qiladigan, eng sifatli ish qiladigan AI ekspertlar bo'lamiz. Hozirda bozor juda ham bo'mbo'sh. Hozir ulgurmasangiz, keyin kech bo'lishi ehtimoli juda ham katta. Bu imkoniyatni ham qo'ldan boy bermang. Hoziroq pastda havola orqali ro'yxatdan o'ting va siz bilan tarix yozamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yuqori daromadli kasb sizni kutyapti. Shoshiling.